Assalamu alaykum. Uy sharoitida tayyorlanish oson, ko'rinishi xo'shroq, yegandasi lazzat edon. Uyda tayyorlasangiz esa arzon tushadi. Mol go'shtini shapoq qismidan rulet tayyorlaymiz. Uning uchun bizga ham mol go'shtini shapoq qismi kerak bo'ladi. Go'shtning chetlarini kesib to'g'rilab olamiz. Tuz, qora-burch ham zira berib yaxshilab mazlajatamiz. Chetlaridan kesib olgan go'shtlarimizni o'rtasına qo'yamiz, rulet shaklida o'rab olamiz. O'ralgan go'shtni mustahkam yip bilan boylaymiz. Qizib turgan qozonga milter yog'larini salamizdan 4 tarafini qizartirib qovurib olamiz. Videoda ko'rsatilgan shaklda. Yog'ni sovutmayimizdan doğralgan piyoz bilan chizsokni solib qovuramiz. Izinda o'rtacha pomidorni doğrab, uni ham solib qovurib olamiz. Ustidan zira, tuz, yanchilmagan qora-burch baramizdan yana aralashtiramiz. Qozonning ichiga ruletimizni qo'yamizdan, ustidan boshincha suv solamizdan kamida 3,5-4,5 soatga qaynatish uchun qo'yamiz. Ruletimiz qaynab pishgandan keyin suvni o'zida salqinlatamizdan, ustidan o'ragan narxlarimizni olib tashimizdan stricha videoda ko'rsatilgan shaklda o'rab olamiz. Kamida 4-5 soat qaynaylikda turishi kerak bo'ladi. Go'shtni kesib yemasdan sos tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga mayonez, chesnok hamda solyonni bodring kerak bo'ladi. Ozgina ukrop salamizdan, milterni chili sosidan ozgina solib tuzatib olamiz. Go'shtletimiz shu bilan tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, do'stlarga berib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirsangiz xursand bo'laman. Yo'qotgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.